الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله الذي وفقنا للصيام في هذا الشهر الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Bütün Şarkı Türkistanlık Müslüman karındaşlarımız, Allah Subhanahu ve Taala'nın ki fazli ve muvaffak kılışı bilen biz aylarının ki hocayını boğan büyük ulug Ramazan'ını ayaklaştırış aldı turvatımız. Bugün Ramazan'ın en ahirki cuma günü. Allah Subhanahu ve Taala bu ayda kıygan taat ibadetlerimizni kabul kılsın. Allah Subhanahu ve Taala bunun ki hayatımızı İslam bilen yaşaşqa nisip kılsın. Ramazan'daki ağan takvadarlıktan ibaret bu güç kuvvetini muhafizat kılıp saklap hayatımızda takvadarlık bilen Allah buyurgan yolladı meniş bilen şeklige yolladın yeniş bilen yaşaşqa nisip kılsın. Cemaatlerimiz, karındaşlarımız, bugün Ramazan'dan ayrılış aldı turvatımız. Bir gün ise Ramazan tügeydi. Demek, müminge nispeten yeni bir başılmış, Ramazan'ı biz alahide büyük gayi maksatlı bilen kirgen bolsak, bu Ramazan ne? Allah affu kıygan, Allah'ın ki azabından kutulgan, cennetke müyesser kılıngan, bendi bulap bu Ramazan'dan çıkış, müminge nispeten en çoğu mükafat. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de İnnemâ yuvaffas-sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Allah Subhanahu ve Taala sabır kıyıcılağa mükafatını hesapsız berdi degen. Alimlerimiz muş ayetteki sabır kıyıcılağa degenden boğan maksat Ramazan tutqalla. Yani Ramazan'ı tutup Allah'ın buyruğunu icra kılış maksadına her xil Allah çekligen Ramazan'a tesir yetkizdiğin işlerden sakınıp, çıdap, usuzluk çıdap, açlık çıdap, her xil havai hevesinin keyniga ägiştin üzünü çeklep, sabır kıygallık için Allah Subhanahu ve Taala mükafatını hesapsız berdi degen. Şunun için bu Ramazan bolsa, Ramazan'ın tügüşü bizge nispeten yeni bir yılninki başılınışı karındaşlar. Her kandak bir ticaretçi hemimiz bilimiz yılda bir kıtım bütün hesaplarını bir kura hesaplap çıkıp üzerinin ki yıllık paydası kançılık boldu, ziyini kançılık boldu, dükkanı kançılık mal kirdi, kançılığı setildi, kançılığı kep kaldı dep yılda bir kıtım hesap kılıdı. Bana biz mi hayatımızdan, bir yıllık hayatımızdan çok alahide hesap alıdığan. Ben bu yılını, bir yılını nimi işler bilen ötküzdüm. Allah Subhanahu ve Taala razı kıldığan, Allah'ın razı kıldığan yollarda, hizmetlerde bulaldım mı ya ki bulanmadım mı? Üzüm bir kişilik, Şarkı Türkistanlık, Müslüman buluş, Uygur buluş süftim bilen, vatanımdaki zulümge karşı duruş, su zalimler bilen küreş kılış yolunda ben nemiş kıldım. Kançılık işini kılalıdım, kançılıkını kılanmadım. Dep her bir insan üzüden hesap verişi lazım. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de bütün müminlerini nimigi buyurgan deyse üzden hesap verişi buyurgan. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vel tenzur nefsun ma qaddemet li gad. Ey müminler, sizler atanlar üçün nemiş kıldınlar? Yani kıyamet günü Allah Subhanahu ve Taala'nın aldığı hesap üçün bağa vakitte nimeni takdim kılısılar? Bunu oylanlar, bunun karanlar, Allah'dan korkanlar. Üzerindeki
qandaq yo'lda menayotganliginglar, nima ishlarni qilayotganliginglar, nimani da'vatganliginglarga alohida diqqat qilinglar. Chunki har ishninki hisobi bor. Deb mush oyatda bütün müminlarni o'zidan hisob elishga, o'zidan savol so'rashga buyurgan. Shuning uchun har bir Sharq Turkistonlik o'zimizdan o'zimiz hisob elishimiz lozim. Men bir kishilik musulmon bo'lish sifatim bilan, Uyg'ur bo'lish sifatim bilan nima ish qildim? Allah rozi bo'ladigan yo'lda mangdimmi? Vatanimdagi zulmni yo'qotish uchun, shu zolim kommunistlarga qarshi turish uchun nima ish qila oldim? Aslida nima ishni qila olaydim? Nima ish qilishim kerakdi? Qaysi ishni qilolmadim? Deb har bir shaxs mayli olim bo'lsin, yoki jamiyatdagi yigitlarimiz bo'lsin, yoki tashkilot mas'ullari bo'lsin, hammamiz o'zimizdan nima ishni qila oldim, nima ishni qilolmadim? Qanday qilishim kerakdi deb o'zimizdan hisob elishimiz lozim. Chunki mana bu hisobni elish o'zimizning kamchiliklarni, xato qilganlarimizni tunishning o'zi oldimizdagi yilda xizmatning texmi gullanib, yaxshi menishiga birdan bir vosita bo'ldi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tili orqali bizga bu hisob elishni alohida o'rgatgan. Nima degan payg'ambarimiz desa, al-kayyisu man dana nafsa va amila lima ba'dal maut. Haqiqiy aqlli odam degan o'zining nafsidan hisob elib turadigan, o'zidan savol so'rab turadigan, men nima ish qildim? Men qandoq yashadim? Buningdan keyin qandoq yashashim kerak? deb o'zidan hisob elib turadigan odam haqiqiy aqlli odam mushu. O'lgandan keyinki so'roq savol uchun o'zidan savol so'rab, o'lgandan keyin g'alaba qilish, Allohning roziligiga erishish uchun yaxshi ish qiladigan odam deb buyurgan. Ozg'un odam qanday odam, ziyon tortgan odam qanday odam desa, bu o'zining havoyi havasiga ergashgan, o'zining shaytoniga ergashgan, ko'ngli xo'sh bo'ladigan ishlarni qilib yurgan, Allohning roziligi bilan hisoblashmagan. Shundaqla zalimiga qarshi turish bilan hisoblashmagan. O'zining vatanini zalimning qo'lidan qutqizish uchun qat'iy xiyoliga hech narsani ekib boqmagan. Mana bundaq odam ziyon tortgan odam degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yana bir hadisida sizning biringlar qiyomat kunisi hisob maydonida midirilmay turdi. Hatta yus'ala an arba'a. 4 ishdan so'ralmay turib, hisob maydonida midilmaydi. Bunun en birincisi insan o'zining ömrüden so'raladi. Sen hayatında nima ish qilding? Sen o'zingning mas'uliyatini ado qildingmi, qilmadingmi? Deb umumiy ömrdan bir so'roq so'raldi. Uningdan keyin yoshligidan so'raladi degan. Yoshligidan. Ömrning ishiga aslida yoshlikmi kiratdi. Lekin yoshlikninki ne kadar muhimligi, insan yosh vaqtda har qanday qiyin ishlarni qila oladiganligi, bu yoshlik bahorini g'animat bilishninki ne kadar muhimligi, yoshlik bahorini behuda ishlar bilan, ziyonliq ishlar bilan o'zi va xalqiga ziyonliq ishlar bilan o'tkazishninki insonning halokatiga sabab bo'lganligi. Agar yoshlik bahorini ching tutib, bu yoshligida o'zining dini, vatani, xalqi uchun haqiqiy tirishchanlik qilib xizmat qilsa, kuch chiqarsa, zalim qarshi turishda o'zininki borlig'ini atayolsa, buningcha natijasining ne kadar katta bo'lganligini mana bu hadisdan ko'rib olgani bo'ladi. Shuning uchun jamoatlarimiz, xalqimiz o'zimizdan hisob elish uchun eng birinchi bo'lib hammamiz Allah subhanahu va taolaninki bizningki ahvolimizni bilib turadiganligi, buni ko'rib turadiganligini har doim eslab turishimiz lozim. Allah Qur'oni Karimda alam ya'lam bi annalloha yara. Allah'ning ko'rib turadiganligini, Allah'ning hammani bilib turadiganligini bilmadi bu insan, bunu ko'rmadimi?
deb bizga cho alohida ogohlantirgan. Ya'ni sizlarning hamma ishinglarni men bilib turman, ko'rib turman demoqchi. Yana bir oyatda sura Mujadilada ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la akthara illa huwa ma'ahum. Meyli 2 adam bo'lsin, meyli 3 adam bo'lsin, ya'ni sizlar qanday ishni qilinglar, meyli maxfiy, meyli oshkora, hamma ishinglarni Allah subhanahu wa taala ko'rib turdi, Allah subhanahu wa taala bilib turdi. Xuddi osmon zaminni yaratgan, osmon zamindagi ishning hammani bilib turgan zot sizlarningki aranglardagi ushaq-ushaq gap so'z hammani bilib turdi degan. Shuning uchun biz jamoatlarimizdan, xalqimizdan o'zaro birimiz bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin yoki torlarda bo'lsin, musulmonlarga azar yetkazadigan, musulmonlarga zarar yetkazadigan, musulmonlarning birligini, saflarini bo'ladigan gap so'z, harakatdan cho saqlanish lozim. Chunki Allah subhanahu wa taala biz uyda turib qilayli, mayli Facebookka ayrim ismlar bilan kirib qilayli, agar insonlar bilmagan taqdirda cho'qim Allah subhanahu wa taala buni bilib turdi. Allah'ның bilishi nayt aniq. Shuning uchun ikkinchi bo'lib har bir inson o'ziningki xatoligini sanishi lozim. Sanab turishi lozim. Sanab turgan vaqtda ondan to'g'rini qilgan bo'ladi. Men qanchalik ishni mush ilgirki 1 yillik hayotimda to'g'ri qildim, qaysini xato qildim. Bo'libmi xatoligini sanash hammadan muhim. Hammadan muhim xatoligimizni sanab turishimiz lozim. Şu salaf alimlerimiz o'zininki yillik xatoligini sanab turtirdi. 365 kunni 1 yil desak, ben her kuni birdan gunoh o'tkazgan bo'lsam, 305 gunoh o'tkazibdiman. Bir bo'lgan bo'lsa, amaliyotda inson balkim bir kunda necha xil gunohni o'tkazishi mumkin. Shuning uchun o'zimizningki xatoliklarimizni, mayli cho'ng bo'layli, kichik bo'layli, tashkilot mas'ullari bo'layli, mayli odatdagi jamoatlarimizdan bo'layli, biz qanchalik ishni to'g'ri qildik, qanchalikni xato qildik deb o'zimizning sanishimiz, buni kuzatishimiz hammadan muhim xatolikni tuzatish uchun. Uchinchi qilish tegishlik eng muhim ish nima desa, biz har qanday vaqtda almashtirib turish, ya'ni o'zimizningki xatoliklarimizni to'g'ri ishga almashtirish. Xato qilgan bo'lsak, mani to'g'rilasam bo'ldi ekan deb xatolikni tashlab to'g'rini qilish uchun bizda har qanday vaqtda tayyorlik bo'lish lozim. Ya'ni o'zimizning kamchilligi, o'zimizning xatoligini tunuydigan, cho'ng kichik hammaylangan. Cho'ng bo'layli, kichik bo'layli xatolikni ching turishning o'zi bu haqiqiy gunoh mana shu. Xatolikni qilib qolgan bo'lsak, darhol qaytishning o'zi, buningdan tavba qilishning o'zi mana bu mu'minlarning yo'li. Shu Qur'oni Karimda mu'minlarning sifatini bayon qilib, "Va lam yusirru ala ma fa'alu." Bular qilib qolgan xatoligida ching turib olmaydiganlar. Allohni aslab darhol xatoligidan yandiganlar degan. Shuning uchun hammamiz o'zimizning xatoliklaridan darhol yenish, aslash, Allah subhanahu va taolaning hisobini o'ylash, mana bu bizningki birdan bir qutulish yo'limiz shu. To'rtinchi bo'lib hammamiz eg'ir kunlarda yashayapmiz. Mushundaq eg'ir kunlarda hammamiz cho'qim o'zimizning yaxshi mu'min qarindoshlarimiz bilan birga yashashga alohida tirishchanlik qilishimiz lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir odam yolg'iz bo'lsa, buning bilan shayton yaqin degan. Shuning uchun har bir musulmon hijrat zaminidagi cho'qim birimizni qadrlab, o'zaro birisi bilan bo'lgan munosabatga alohida diqqat qilib, bo'libmi yaxshi kishilar bilan aralashib turish, musulmon jamoat bilan aralashib turish uchun alohida diqqat qilish lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis sharifda mu'minlar bilan aralashgan, yaxshi kishilar bilan aralashgan insonlarningki baxtsiz bo'lib qolmaydiganligini bizga alohida o'qitgan. Shuning uchun ustozlar bilan, olimlar bilan, mu'min yaxshi kishilar bilan ham suhbat bo'lish bu bizning nijotlik yo'limiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda yaxshi do'stni
Nimaga o'xshatgan desa, xuddi atir satırgan odamga o'xshatgan. Atir satırgan odamning do'koniga kirgan odam hech bo'lmadi deganda, ash do'konda xush tuproqni purab chiqadi. Shuning uchun o'zimizningki birsimizga alohida arlishqa, yaxshi hamsuhbat bo'lib yashashqa diqqat qilish, mana bu bizningki o'zimizning hisob elib turishdiki muhim 4-asos va shundaqla buningdan keyingi hayotimizda o'zimizning Sharq Turkistonlik ekanligimiz, o'zimizning hijrat zaminiga amalsiz chiqib qolganligimizni eslab turishning yo'li nima desa, mushu o'zaro birimiz bilan arlishish, birimiz bilan hamkorlashish, birimiz bilan birga yashashga tirishchanlik qilish, mana bu mushuning yo'li. İnsan o'z yalg'iz qolgan vaqtda cho'qim hamma narsani vaqtning o'tishi bilan unutadi. Bu 4 nokta hammamizga nisbatan eng muhim nuqtalarning biri. Oxirisida men ta'kidlab qo'ydigan bir gapim, Ramazon tugishiga bir kun qoldi. Sadiq fitrini qat'iy unutmaylik. Bizning Ramazonimizningki mukammal to'liq bo'lishi uchun sadiq fitrini berishni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bütün musulmonlarga kichik olsun, cho'ng olsun, boy olsun, kambag'al olsun, hammasiga farz qilgan. Sadiq fitrini qat'iy unutmay, ash hayit namozini o'qishdan burun cho'qim joyiga tekkizishga hammamiz tirishchilik qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mushu ay ulug' kunlarda do'zaxdan ozod qilingan, jannat kirishga loyiq bo'lgan haqiqiy yaramliq müminlerden qilsin. Allah subhanahu va taolo hammamizni har doim o'zimizningki vatanimiz uchun nima ish qildik? Zulmga qarshi turdikmi, to'midikmi? Zalimga qarshi nima ish qildim deb o'zimizdan hisob olib turishga Allah subhanahu va taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illalloh, astagfiruka va natubu ilayk.